Senga bugun o'sha gapni aytmasam bo'lmaydi. Ayting, ayta qoling. Ikrom! Ahmoq. Akam. Keling, yaxshimisiz? Pastovkani kiyib ketibsan. Nima qilyapsan? Sharmanda qilyapsan. Quruq choy olganda. Choy ichmaymiz uka. Yo'da, o'sha Bo'pti. Kechga olib kiyaman buni. Singizniki emasmidi? adashib kiyib olibman akamnikini, qarang-da. Xullas senga aytmoqchi bo'lgan Xo'sh, gapim. Kecha Ikrom, keling, yaxshimisiz? Dadam maykasini kiyib olibsan. Dadam nahorga borish kerak ekan, yechib ber. sharmanda qilyapsan odamni. Menga olib ket dedi, maykani olib ket dedi. Kechga olib boraman shuni. Nima kiyasan? So'ramasdan nima kiyasan, Ikrom? Sasiydi saniki. Dadam maykasini kiyib olibdi-da. Aytishing shartmi? Acha, yech. Bu dadam bechora kutib o'tiribdi. Ketolmayapti, nahorga ketolmayapti. Ha. Dadangizga ham kiyasizmi? Razmerimiz bir shunga kiyuvdim. Senga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki. Ayting. To'xta, aytmasdan tur, Ikrom. Shimimni kiyib ketibsan. Cho'ntagida gugurt bor, gaz yo'qmi? Sharmanda qilyapsan. Choy ichmayapmiz, Boshqa gugurt bor-ku magazinda. Boshqa sim yo'qmi kiygan? Hozir. Ha, unga quyon choy beribsan. Ayamga bitta gul olib bormaysan. Aytma shuni. Bu yerga gugurtni. Hey, siz ham toza bechora ekansiz, tushunga olakkan. Mana o'zi kiyinib yuring, nimchalardan chiroylisidan bor ekan. 177 ming so'mdan ekan. Menga qarang, birov shimni kiymasdan o'ziga bitta shim oling, 139 ming so'mdan ekan. Arzon ekan-a 130. Bu in bozorda. Mana o'ziga oyoq kiyimchalardan uni 250 ming so'mdan ekan. Bu yerda hamma narsa bor ekan-a? Bu in bozorda. Inbazar haqiqatan ham insofli bozor ekan-a? Meni qo'ya gapingizda ayting. Xullas, Komila. Ikrom. Mana akang boy-ku, dambal akang jonimga tegdi. Buni gapi bor ekan, gapirsin. Indiyski bachara. Nas kimni kiygan? Jim turaymi? Gapir endi. Ober qo'lingdan kiysan.